Bugun insoniyat yana tarixiy qadam tashladi. NASAning Oyga yo'naltirilgan yangi missiyasi muvaffaqiyatli tarzda start oldi. Kuchli raketa yer yuzidan ko'tarilar ekan, millionlab odamlar bu lahzani hayajon bilan kuzatdi. Bu parvoz oddiy kosmik safar emas. Bu insonlarning yana Oy tomon qaytish yo'lidagi muhim bosqich hisoblanadi. Astronavtlar Orion kapsulasida joylashgan holda yer orbitasidan chiqib, uzoq safarga yo'l olishdi. Startdan so'ng bir necha daqiqalar ichida raketa atmosferani tark etdi. Shu paytdan boshlab ekipaj insoniyat tarixidagi eng muhim kosmik missiyalardan birining markaziga aylandi. Bu safar kelajakdagi Oyga qo'nish missiyalari uchun katta tajriba vazifasini bajaradi. Parvozning keyingi bosqichida astronavtlar yer orbitasidan uzoqlashib, Oy tomon harakatni davom ettirishdi. Kosmos sukunatida ular insoniyat ilgari kam kuzatgan hududlarga yetib borishdi. Kapsula oynasidan qaraganda yer kichik moviy shar kabi ko'rinardi. Bu manzara ekipaj uchun unutilmas taassurot qoldirdi. Bir necha kunlik safardan so'ng ular Oyga yaqinlashdi. Oy yuzasidagi kraterlar va tog'lar aniq ko'rina boshladi. Bu esa insonlarning yana Oy atrofida uchayotganini yana bir bor tasdiqladi. Bu missiya kelajakdagi Oyga qo'nish rejalarining muhim sinovi hisoblanadi. Missiyaning eng muhim bosqichlaridan biri Yerga qaytish jarayoni boshlandi. Kapsula Oy orbitasidan chiqib, asta-sekin Yer tomon yo'l oldi. Atmosferaga kirish paytida kapsula juda yuqori tezlikda harakatlandi. Bu esa missiyaning eng xavfli bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bir necha daqiqadan so'ng parashyutlar ochildi va kapsula okean yuzasiga muvaffaqiyatli qo'ndi. Shu tariqa tarixiy missiya muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu safar insoniyatni yana Oyga qaytarish yo'lida muhim qadam bo'ldi.